o'ta arzon bo'ladi. Faqat Xohlasa bo'g'oz qo'ylar narxi qo'ylar bor, qo'lda bering mana. Bo'g'oz qo'ylar, egizaklar 500 ming arzon bo'ldi. Bor baraka. Ekizaklari ham bor-a? Egizaklari ham ichida ketaveradi. Videoni oxirigacha ko'rib turibsiz. Oxirigacha ko'rsin, qo'ylar zo'ri chiqqan. Bu qo'ylar qarang. Mana mana qo'ylar ham Ishlayapsiz ekan shuni. Habshi yo'g'onlardan kelibdi-yu, ha? Mashalloh. Mana. Bu razrezni qarang. Gap yo'q. Bo'ldi, qo'yib beraman aka. Akalar, Qirg'izistondan yangi partiya qo'ylarimizdan yetib keldi, xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Bugunga faqat naq bo'g'ozlardan narxi har taraflama arzon bo'ladi. Xudo xolasa, unda videolarimizni boshlaymiz. Hammaga assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, kanalimizning obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari va mana shunday bo'g'oz qo'y ishqibozlari akalar, hozirda biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'ondamiz. O'sha kanalimizga anchadan beri qo'y yetkazib berolmay turgan Diyorbek akalarimiz qo'y firmasiga yetib kelamiz akalar. Bugun videoni oxirigacha ko'ringlar. Har doimgidek narxlari ham arzon bo'ladi. Bugun 30-oktyabr, hafta kuniga payshanba. Xudo xolasa videolarimizni boshladik. Nima gap Diyor aka? Anchadan ko'rinmaysiz aka. Xolos endi yetkazib bo'lmayapti, qo'yiladi. O'tgan safargilarda chiqarganimizda o'tgan safarda yonib ketdi aka. Hali ham telefon qilishyapti. Hali ham telefon qilishyapti. Keldi yana. Narxlar xudo xolasa o'ta arzon bo'ladi aka, menimcha. Gap yo'q. Xudo xolasa bugunga necha partiya chiqadi aka? Bugunga 2 partiya aka, menimcha. Bo'ylari ham 85-90 chiqib qolarkan bularniki, ha? Metron bor, o'lchaymiz hammasini. Gap yo'q. Xo'p, bular qachon yetib keldi aka bular? Kechqurun kelib soldi. 8-9lar yetib keldi. 8-9lar. Hali pardoz mardoz hech bolasi qilinmadi. Haddan qolmagan mana. Tikani bilan turibman. Buni qo'yib olib qo'yaman. Tikani bilan. Bo'ylari qarang. Daladan yaqinda tushgan variantlardan. Xudo xolasa naq bo'g'ozlardan, ha? Bu qo'ylar qarang. Mana mana shu qo'yni ham ishlayapsiz ekan shuni. Habshi yo'g'onlardan kelibdi-yu, ha? Mashalloh. Mana. Bu razrezni qarang. Gap yo'q. Bo'ldi, qo'yib beraman aka. Mana sartama qo'yman, o yil. Soni nechta aka? Soni 22 dona. 22 dona. Bir 5-6 ta qorasi bor ekan ichida. Buni ham qarang. Buni ham qarang. Qani tashkil yerini ko'rsatamiz. Yerini. Qo'yib turibdi o'zi bu ham. Qo'yib turibdi ekan. Bitta tishlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. 8 tashkilmi buni? Yirik qo'y ekan. Mana 8 ta butun hali. Butun xolasa. Hop, yosh qanaqa aka bir ichida? Eng yoshlari. 4-6 ga o'tyapti. 6 ga endi o'tyapti. Realniy bo'laversin mana. 6 tish bu ham. 6 tish. 6 Aksariyat 6 tish ekan, ha? aksariyati 6 tish. Hop, to'rttasi ham yo'q lekin. Ekishi yo'q, to'rttasi bor ama. To'rttasi ham bor, ha, to'rttasi ham bor. Gap yo'q. Qoralardan bitta ikkita ko'rsatib o'tib ketamizmi aka? Ha, ko'rsatamiz. Qani terishni ko'rsatamiz. Ko'radi. Ovqat yetkazib bersalar ham bo'ldi ekan, kelar mana. Qo'ylarni qarang. Polvon yo'g'onlardan kelib, haqiqiy zo'rlar. Vobshi baquvvati va aka bular. Bular Bishkekdan tushdimi? Bishkekdan keldi aka. Mana Bishkekning suyagini qarang. Aka bada buni olib qo'yaman, 6. Qani? 6 ta o'zsiz 6 ta. Yashi katta qo'ydi, umuman qaramas ekansiz unga. Faqat yoshlaridan kelar ekan bu qo'ylarni qarang. Mashalloh. Mana treyler qilib beryapmiz, xudo xolasa. Meniyatimizga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna. Mana 6 ta. Qani aka? Ha, 6 ta. Gap yo'q. Yilni olib qo'yaman. Yilni ajri yozib buni ham. Videoda hech ko'rinmayapti-yu. Video ichida haqiqatan ko'rinmayapti, lekin badani ham chiroyli, o'sha nima desa bo'ladi? Suyak katta ekan qo'yiladi, aka. Suyak katta ekan, menga bo'yni o'lchaveraylikmi? O'lchaveramiz. Bo'ldi. Qani endi o'lchaylikchi, bu yiriga da xolasa qo'ydi. Yirigi mana. 90 ming. 92. 90 ga 90 ga olaverasizlar, kelar mana. 92. Buni ham shu. Uni ham shu, buni ham shunlar. Mana eng kattalarni o'lchyapmiz aka mana. 85 mi? 85 ga yetib ketdi. 85. Yana bitta. Bu polvonligini qarang, qo'lingizni qo'ying aka beliga. Bu qara. Bu qarang, 20 bor-a? Ha. Gap yo'q mana. 85, 86, 85, 86. Ha, 4 ekan. 4 ekan. Gap yo'q. Qani endi qoralardan ham ko'rsataylikchi. Qoralardan shu olmayman.
metr yerda. Bu yog'i 85. 85. 80 dan past yo'q ekan, xudo xolasa. 80 dan past bo'lmasa kerak, mo'jal. Mana 82 chap, 80 plyusda ekan, xudo xolasa hammasi, ha? Bu yilni manda bo'lyapti, Mana ular akalar hammasi bo'ldi, bo'g'ozlardan so'ragan akalarimizga ular xudo hammasi xolasa. bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz 100% variantlarda. Qisir chiqishi mumkin, qolgani hammasi bo'g'oz akmalga. Lekin qonunlari ham hali osil yotibdi-gana qo'yiladi. Qonunlarni ham qarang. Buni qo'ydim. Buni pardozini bersa juda chiroyli bo'lib bo'ladi. Buni qo'ydim, qarang. Mana suyagini qarang qo'yiladi. Maşallah. Qirg'izning qo'yini osilan akalar adashib bilinyapsiz mana, yerini ham qarang. Mana shu qo'ydan bitta ushangchi. Mana yerini qarang. Mana ko'rsatib qo'ydi bo'laman. Qarang, bilinyapsiz. Gap yo'q. Mana mana qo'ydiki juda bilinmaydi mana. Mana shu qo'ydi ushangdagi. Onimi? Ha, yaqin bo'g'oz ekan o'sha. Mana qonuni qarang aka mana. Mana yaqin bo'g'ozlarda. Yerani bir piyoladan o'tib mashq. Buni ham qolgan. Mo'g'ra. Gap yo'q. Xudo xolasa narginiki ham bilinyapti-ku, mashiniki. Aka bo'lsa qo'ylar, narxi bo'g'oz hammasi. Xudo xolasa narxiga keladigan bo'lsak, arzonmi aka? Narxi bor-ku, 5 million pastga qo'yib beraman. 5 millionni 5 million pastida. pastda. Bo'ylarni ko'ryapsiz, 85 chiqyapti. Joningiz sog' bo'lsin. 85 90, o'qo'ylar 90 dan tushyapti. 90 chiqdi. Ko'pi ko'ryapsiz, 85 chiqyapti. O'qo'yladi qondan qarang aka mana. Haqiqiy zo'rini elitasini olaman deganlarga. Aka bir joyga narxi bo'g'oz aka. 22 tasini olaman degan akalarimizga xudo xolasa 5 millionni pastda deyapsiz, aytingchi. 49 emas, 48 donasi. 4 million 800 dan, ha? 48 dan hammasini olsin. Rastakasi Samarqandga chiqib beraman. 4 million 800 dan akalar mana. 4 million Yoshini 800 qidirgan akalarimizga xudo xolasa zo'rlardan kelgan Optimaga buni ichida qoralarini, sarg'larni alohida qilaman degan akalarimizga. Qoralarni ham qarang, qoralar yerini qarangda mana. Mana. Gap yo'q mana yerini qarang aka. Mana bilinyapsiz, bu qarang. Mashg'ullar bir oydan keyin qilyapti, mashg'ullar. Bir oy eko ya. Uzoq eko ya. Aka 4 million 800 dan. 4 million 800 dan ketdi Akmaljon. Bir joyga olsina, xayrini qilib beraman. Bo'ldi, bir joyga olishyapti obunachilarimiz. Bo'pti Akmaljon, mayda chuda qilmaylik, har safar. Realni narxini ayting aka. Arzonshyapti Akmaljon. Har safar sotilyapti mana. 47 dan olsin bo'ldi. Bor aka. Joningiz sog' bo'lsin. Qo'yiladi qondan qarang aka. Bo'g'ozlardan da xolasa 4 million 700 ming so'mdan mayda chuda qilmadilar. Bitta olaman degan akalarimiz aka endi bundaqa zo'rini olib tanlab olishsin. Bunaqalarni olsa lekin 5 milliondan tevadi Akmaljon. Telefon qilsa chiroyli qilib, ha? Bunaqalarni olsa Akmaljon, 5,5 dan yo'qdan tanlab olishaversin. 5,5 dan. Ha, 5,5 dan yo'qdan tanlab olsin. Chiqarib berilsa 4,5 dan o'zim bir 5 ta chiqarib beraman. 4 million 500 dan 5 ta chiqarib berasiz. Qorasidan, sarig'idan. Qizig'iga o'zim chiqarib beraveraman. Gap yo'q. Mana akalar, qiziqqan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Akmaljon qo'lni bering, yana bitta mayda juda qilmaysizmi? Mayda juda qilmay, 46 dan ketdi mana. Olib. Bor aka. Bir joyga 4 million 600 ming so'mdan akalar. Naq bo'g'ozda. Ichida qonidagi bolasi bonus, ha? Qonidagi bolasi bonus. Gap yo'q. Telefonda bitta bolasi qilarasiz. bu qo'ylar Akmaljon narxi 6 million 7 million. Bitta bolasi qonida 6 million 7 million. Bu O'zbekistonda qochmagan bu narsa aka. Faqat Qirg'izistonda qochgan. Qo'shqorlar yurgan Akmaljon. Xudo xolasa bolani ham zo'r beradi. Safargilar ham haqiqiy zo'r qo'ylar edi. Bular ham vaqti zo'r. Aynan biz bunga kelyapti bunda Akmaljon. Xudo undan ham bir ertaga yo indinga keladi bu partiyadan. Xolasa kuzatib tursa har doim videomiz. Xolasa kuzatib turishaversa Akmaljon. Narxini yo'lda qilib beraman Akmaljon. Bu birinchi partiyamiz. Bundan keyingi bundan ham zo'rlardan chiqaradi. Bu yengildan bak Akmaljon. Joningiz sog' bo'lsin. Ikkinchi partiyamizga akalar, xudo xolasa puli arzon variantlarda. Menga birinchi partiya narxicha balandroq degan akalarimizga xudo xolasa ikkinchi partiyaga sizlar uchun eng arzon variantlardan ham kelgan. Puli yengillardan. Hop, bular akalar kambag'alda ham, boyda ham boy qiladigan variantlardan. Xudo xolasa sifati kichikroqlar, lekin sifati hech qachon ularga qaraganda qo'yiladi. Sifati zo'r qo'yiladi xolos akalar. Mana qaranglar. Eng zo'rlardan qidirganlar. Saradi egasi 2 say deb berdi Akmaljon. Tug'sa ham tug'sa 2 say tug'sa kerak. Mana bitta ko'rsataylik aka o'sha. Haqiqatdan ham bir xil ekan qo'ylar ha. Mashalloh. Egasi 2 say deb berdi Akmaljon. Hop. Mana. Siz ham egizak deb sotaverasiz. Lekin bo'g'oz aka. aka. 2 say tug'sa kerak edi Akmaljon. 2 say bo'lgandan keyin. Gap yo'q. Narxi o'zgarmaydimi aka? Yo'q, narxi o'zgarmaydi Akmaljon. Chiroyli qilib yetkazib beraman. Mana. Bo'ylari bir 80 chiqib qoladi.
Bu ya 80 chiqsa kerak ekan. 80 chiqaveradi. Hop, bu ekizagimiz bor ekan bu tarafda. Hop, jami soni nechta aka? 9 ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Yebishlar sinovdan o'tdimi? Yebishlar sinovdan o'tdi ekan. Ayamay yapti. Bular ham naq bo'g'oz. Yoshi qanaqa? Yoshi bularda xo'sh 8 ta, 6 ta. 8 ta, 6 ta. 8 ta 6 ta maydalagan yo'q. Aksariyat 6 tish. Ha. Gap yo'q. Mana akalar, hop, ichida 4 ta qorasi, 5 ta sarig'i bor ekan. O'rna qarab turibdi. Qani? Mana akalar. Bo'ldi. Endi buni yo'q. Qonni ham osilib qoldi o'zi. Qadimay tug'adi qo'ylar akmaljon. Bularda aka bo'yvastlari 80 dan tepada da xolasa. Yo'q, bu 80 chiqarsa kerakmi? 80 chiqaradi. Bo'lmasa kerak, 80 ni shunaqa olishaversin. Mana akalar, yaxshilab qo'rg'onga qo'yiladi. Xudo xolasa qo'ylarimiz zo'r. Qonunlar osilyapti, xudo xolasa bo'g'oz bular ham akmaljon. Bo'g'oz. Qadimay tug'ib beradi. Bir joyga olaman degan akalarimizgacha aka. Bir joyga olaman degan odamga 4 million ekizdan ketaveradi aka. 4 million ekizdan. Realni narximi? O'tib beraman. Obunachilarimizga necha puldan berasiz? 41 dan bo'lsa beraman. 41 dan. O'sha birini aptashan aka 4 milliondan xursand bo'lib. Kam bo'lib qolmaydimi? Yo'q aka, siz kanalda anchadan beri chiqyapsiz, obunachilarimizga. O'pdagi like bosib tursin, kommentariy yozgan odamga 4 milliondan bor aka. 4 million so'mdan 4 million. Telefon Telefon aka. ketdimi? Narxi o'zgarmaydi-a? Ketaveradi, ha. Gap yo'q. Telefonni qilaverasizlar, ekizaklari ham ketaveradi xolasa. Mana yosh variantlaridan da xolasa, yosh deb bu qo'ylar chehrasi ochiqqan bu qo'yni qarang. Hammasini akmaljon. Birotta qisira chiqsa bittaga chiqishi mumkin deyapman. Ko'p bo'g'oz qo'ylarda akmaljon. Gap yo'q. O'zi qonunlari osilyapti. O'sha odam maza qilar akmaljon. Bugun faqat o'sha narxi arzon qo'yish bo'yicha YouTube sindirayotgan deyar ekanmiz. Qo'yni zo'ridan olib kelib turamiz akmaljon. Qo'chqor, so'g'li zo'ridan olib kelamiz. Like bosib Bu oxirgi partiyami? Oxirgi partiya. Gap yo'q. Telefon qilaverasizlar, narxi sifati to'g'ri kelgan bo'lsa, deyar ekamizda qo'ylarimiz turibdi-da xolos. Behijoat telefon qilsa, narxini ko'proq olsa, ikki partiyani qilsa, narxidan chiroyli qilib xayrini qilib beraman akmaljon. Joningiz. Hammasini oldim degan odamga chiroyli qilib xayrini qilib beraman.